Assalomu alaykum hammaga. Yana bir partiya rabochiy texnikalarimiz keldi. Hozir mana shu texnikalarimizni obzorini va narxini sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p, qaranglar. Bunda Dinakortdan boshlaymiz. Dinakort 1600 originali, haqiqiy germanskiy varianti. Hech qanday aybi yo'q, ishlatilgan Dinakort. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa $2300. Bu haqiqiy originali. Bunga hech qanaqa isbot shart emas. Xo'p, bu yerda bo'lsa Behringer pultimiz bor. 3242 model. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ikkita reveri bor. Kanal ko'pligiga e'tibor qilinglar. Juda ham kanali ko'p. Buni orkestrlarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu pultimizda narxiga keladigan bo'lsa, mana o'zini reki bilan birgalikda, ya'ni chamadoni bilan birgalikda $300 narxi. Xo'p, bu yerda bo'lsa Dinakort ikkinchi versiyamiz bor. Bu Xitoy varianti, lekin rever saqlanib qiladigani. Birinchi eng avval bir 10 yillar oldin chiqqani bu. Mana e'tibor qilasizlar boltlariga. Bu o'zi originalga yaqin. Rever saqlanib qiladi. Shu narsasiga e'tibor qilinglar. Signallari juda ham baland. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar $400 kelishamiz, savdosi bor. Bu yerda protsessorlarimiz bor. Xo'p, do'stlar qaranglar. ALSS Mediaver 4 ham Pavtor ham hol reveri bor. Bu reverimizning narxiga keladigan bo'lsa $100 o'zini original blok bitaniyasi bilan beramiz. Bu yerda DBX 223 XL da xo'p, amerikanskiy varianti bu Xitoy emas. Bu Amerikada ishlab chiqarilgan variant. Orqasiga Made in USA deb yozilgan. Buni Xitoy ham bor, Made in China deb yozilgani bor. Buni narxi 1 million so'm, DBX narxi. Bu yerda bo'lsa Shure OGX 9 model ekan, ikkitali. Buni narxi 800 ming so'm. Dissensorli mikrofonimiz. Eng pastida bo'lsa Bass S kontrollerimiz bor. Bu juda ham zo'r kontroller. Ishlatib ko'rganlar bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Buni narxini $400 ga beramiz. Hech qanday aybi yo'q. Mana shu texnikalarimizda hammasi yaxshi ishlaydi. Hech qanday kamchiligi yo'q. Xo'p, bu yerda bo'lsa Ruper peshalkalarimiz bor. E'tibor qilasizlar. Tuxum peshalkamiz bor, ya'ni toshbaqa deymiz. Buni narxi 500 ming so'm. Bu originali. 500 ming so'mga beramiz. Bu yerda bo'lsa albatta 750 driver ikkita bor, ya'ni bir juft. Buni narxi 3 million so'm, mana shu Ruper bilan birgalikda originali. Bu yerda fermenli peshalkalarimiz bor. Buni nomini men bilmayman. Menimcha Ebenes bo'lsa kerak. Buni narxi 3 million so'm, mana shu Ruper bilan juda ham zo'r ishlaydi, effekti juda ham zo'r. Albatta Challengerda muxlislar uchun 650 Challengerda originali bor do'stlar. Admodga bo'lmagan, tayyor holatda turibdi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa 4 million so'm, ya'ni jufti bilan birgalikda kelishamiz. Xo'p do'stlar, agar mana shu texnikalarimiz kimga qiziq bo'lsa, bular rabochiy, hammasi ishlatilgan texnikalar. Xohlasanglar yangilari ham bor. Ular narxi o'sha holatiga qarab narxlanadi. Telefon qilasizlar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Ishlashiga javob beramiz, kafolat beramiz.